Yo'q, ularni ko'rsatmadi. Endi esa bu bolamni uyi edi deb janjal qilib ketdi. Dunyoning ishlari qiziqda xolajon. Xotiningni erga tegib ketgan deb eshitgandim. Esiga tushib qoldim. Bu xotin deganlari buncha ham ochopat bo'lmasa bolam. Xola, men boshqa uy olmasam bo'lmaydi shekilli. Zarifa endi kelishdan tap tortmaydi. Bu qizni otasi organda ishlarmidi? Ha, shunaqa. Qiziga hamma ma'lumotlarni otasi topib bergan. Yana parinikiga borib yurmasin, ehtiyot bo'lgin. Pishib turgan oshni yana buzmasin u. Bilmadim. Meniki ham shuncha qolgan. Uni kasal ekanligini bilasizmi? Kasalligini bilib turib, Parizoda yaxshimisan? Yaxshiman shekilli. Tanishib bo'ldingmi? Endi ket. Kozim aka, iltimos, bularni olib keting. Boshqa uyimizga ovora bo'lib kelib o'tirmasinlar. Nimaga kelding? Maqsading nima? bo'ldi. Hozirdan beraman. Rosa odam ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Men hammadan ko'ra qudamga achindim. Ikkalovini ham qaddi egilib qoldi. Ayniqsa Hasan aka bir kunda cho'kib qoldi. Bintlarni qachon yechamiz? Tezroq tuzalishingiz uchun bintlar turgani yaxshi. Mayli. Meni ko'zim bor-ku. Ular menga yordam beradi. Doktor, Maftunani ovozi nega tuzalmayapti? Yo'q, ularni ko'rsatmadi. Endi esa bu bolamni uyi edi deb janjal qilib ketdi. Dunyoning ishlari qiziqda xolajon. Xotiningni erga tegib ketgan deb eshitgandim. Esiga tushib qoldim. Bu xotin deganlari buncha ham ochopat bo'lmasa bolam. Xola, men boshqa uy olmasam bo'lmaydi shekilli. Zarifa endi kelishdan tap tortmaydi. Bu qizni otasi organda ishlarmidi? Ha, shunaqa. Qiziga hamma ma'lumotlarni otasi topib bergan. Yana parinikiga borib yurmasin, ehtiyot bo'lgin. Pishib turgan oshni yana buzmasin u. Bilmadim. Balki seni qanaqadir maxsus maktabga joylashtirarmiz. Ota-onasi yo'q bolalar maktabigami? Ha, shunaqa. Charos opa, meni ko'rib turishga kelasiz-a? Meniki ham shuncha qolgan. Uni kasal ekanligini bilasizmi? Kasalligini bilib turib, Parizoda yaxshimisan? Yaxshiman shekilli. Tanishib bo'ldingmi? Endi ket. Kozim aka, iltimos, bularni olib keting. Boshqa uyimizga ovora bo'lib kelib o'tirmasinlar. Nimaga kelding? Maqsading nima? bo'ldi. Hozirdan beraman. Rosa odam ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Men hammadan ko'ra qudamga achindim. Ikkalovini ham qaddi egilib qoldi. Ayniqsa Hasan aka bir kunda cho'kib qoldi. Bintlarni qachon yechamiz? Tezroq tuzalishingiz uchun bintlar turgani yaxshi. Mayli. Meni ko'zim bor-ku. Ular menga yordam beradi. Doktor, Maftunani ovozi nega tuzalmayapti? Balki seni qanaqadir maxsus maktabga joylashtirarmiz. Ota-onasi yo'q bolalar maktabigami? Ha, shunaqa. Charos opa, meni ko'rib turishga kelasiz-a? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपसे बात करेंगे उज़्बेकिस्तान के ड्रामा सीरियल हिजर के बारे में। इस सीन में ये भाई साहब अपनी वालदा से कह रहे होते हैं कि उन्हें अपनी बीवी की काफ़ी फ़िक्र है। वो भी उसे काफ़ी समझाती हैं कि तुम अपना और अपनी बीवी का ख्याल रखो, तुम्हें अगर कोई भी मसला हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वो उसे काफ़ी हौसला दे रही होती है और उसे कहती है तुम्हें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। वो अपनी वालदा से बात करके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा होता है और वो कहता है आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आइंदा अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि उसकी बीवी अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है और काफ़ी खुश दिखाई दे